Siz bu gapni hamma joyda eshitgansiz, ayniqsa yoshi kattalardan. Bu qaysi gap? Bu qachonki qor yog'sa, gripp virusi, gripp kasalligi kamayib ketadi degan gap. Bu qanchalik to'g'ri? O'zi bu ilmiy isbotlangan nazariya emas, lekin ma'lum bir ma'noda o'zini ma'nosiga mos keladi. Ya'ni nima? Qachonki qor yog'sa, havo harorati keskin pasayib ketadi va shuning hisobiga gripp virusining tashqi muhitda yashovchanligi va tarqalishi keskin kamayib ketadi. Shuning hisobiga gripp kasalligi ma'lum bir ma'noda kamayadi. Bundan tashqari, qor yoqqan vaqtda aynan havo namlanadi va bu nam havo o'ziga chang zarralari va boshqa zarralarni biriktirib olishi hisobiga cho'kadi yerga va havo ma'lum bir ma'noda tozalanadi hamda aynan gripp virusining tarqalishi kamayadi, ko'payishi kamayadi. Bundan tashqari, ya'ni qor yoqqan vaqtda sovuq havo haroratida odamlar ko'chaga kam chiqadi va bir-biri bilan kontakt kamayib ketadi. Shuning hisobiga kasallikning tarqalishi ham keskin kamayadi degan taxminlar bor. Bu ilmiy isbotlangan nazariya emas. Shuning uchun bunga ishonib ham qolmaslik kerak.